Singlim. Voy. Bu nima qilganingiz? Turing o'rningizdan. Sevara, Bunaqa yo'l bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Turing o'rningizdan, g'ururingiz bormi? men bolalarim uchun kerak bo'lsa, g'ururimdan kechaman. Sizni esa kechadigan hech narsangiz yo'q. Shuning uchun g'ururingiz yo'q. Bilmadim. Har holda hech kimning oldida tiz cho'kmayman. Yo'q, katta ketmang. Aslida sizga qarab achinib ketyapman. Hozir iltimos qilayotgandingiz-ku. Qarasam, iltimos uchun arzimas ekansan. Nimaga menga achinayapsiz? Qani ayting-chi? Qancha urinsang ham, qancha sakrasang ham, qancha hiyla qilsang ham, Odil akammi? Qancha avrasang ham baribir ikkinchi bo'lib qolasan. Hech qachon birinchi bo'lmaysan. Keyin sen bizni oilamiz soyasida yashaysan. Odamlar birinchi bo'lib meni ko'radi. Sen esa ortimizda ko'rinmaysan. Chunki sen yashirinib yashaysan. Tushundingmi? Kerak bo'lsa, hammaga ovoza qilamiz. Baxtli kunlarimizni rasmini internetga joylaymiz. Shunday qil. Qo'lingda nima ham kelardi boshqa. Keyin odamlarga kulgi bo'lganing qoladi. Eri bor odamga osilib oldi deb barmog'i bilan ko'rsatadi. Men bu yerga seni odam deb gaplashgani kelgan edim. Afsus, adashgan ekanman. Suf senga. Chin ursin. Sumkasigacha bir xil ekan. Hali ko'rsatib qo'yaman.